7. bab şərqi Uyğurlarning köçüşü. Köçüşünün səbəbləri. Miladının 830 yilidan 840 yilgacha bo'lgan 10 yil Uyğur urxun qağanlıq tarixinin 3-cü basqıcı bo'lib, shu mezgilda şərqi Uyğurlar g'arbga ko'chib, qağanlıqning poytaxtini Qarabalg'asundan Tangri tog'larining etaklariga yo'tkab keldi. Elib bilgi Tangri Uyğur qağan unvonida atalgan Hazar Tekinning vaqtida Uyğur hükümranları ichida qağanlıq taxtini talashish yuz berib, ichki urushning ofatlik yong'inlari lavuldashga boshladi. Azaldan tartib Uyğur qağanlığida qağanlıq taxtiga Uyğurlarning yağlaqlar qabilasidan bo'lgan qağanlar o'ltirib kelgan edi. Miladining 795-yili Oychur olamdan o'tganida uning o'rniga yağlaqlar qabilasidan emas, 10 Uyğur qabilasining biri bo'lgan İdizlar qabilasidan bo'lgan Qutluq qağan bo'ldi. Oychur vafot bo'lishdan burun o'rniga varis tayinlanmagan edi. Uning o'rniga qağan bo'lgan Qutluq bosh vazir edi. Qağanlıq o'rnining yağlaqlardan İdizlarning qo'liga o'tishi Uyg'urlardagi qabila an'analari ta'sirining ojizlashganligidan, bir butun Uyg'ur gavdasining asosining turg'uzilayotganligidan derak beradi. Miladining 795-yili İdizlardan bo'lgan Qutluq qağan bo'lganida, yağlaqlar bilan İdizlar orasida qağanlıq taxtini talashish yuzsidan jidal bo'lmadi. Uning ustiga İdizlar qabilasidan bo'lgan qağanlarning vaqtida Uyg'ur qağanligi o'zining saltanatlik, qudratli holatini saqlab qolmasdan, balki o'z territoriyasi, ya'ni Bashbaliq, Kucha qatorliq joylarga besib kirgan tibatliklarni tarmar qildi va isyon ko'tarib itoat qilishdan bosh tortgan qirg'izlar, qarluqlar va turgashlarni qaytadan bo'ysundirdi. İdizlardan bo'lgan qağanlardan Hazar Tekin bilan Xo Tekinlarning vaqtiga kelganida, ya'ni 824-yillardan 839-yillar, ba'zi bir Uyg'ur beglari qağan bo'lish niyatiga kelib, o'z maqsadini amalga oshirish uchun qabila bayroqlarini ko'tarib chiqib, yağlaqlar bilan İdizlar orasida qonliq urushlarning kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Miladining 832-yili Hazar Tekin ichki urushda o'ldirildi. Uning o'rniga qağan bo'lgan Xo Tekinning vaqtida, ya'ni 832-yillardan 839-yillari ichki urush avjiga chiqdi. Miladining 839-yili Olib Qutluq bilgi qağan unvonida atalgan Xo Tekinning vaziri Orchun Olib bilan Shunqar Tekin birlashib Xo Tekinni o'ldirmoqchi bo'ldi. Buni sezib qolgan Xo Tekin Orchun Olib bilan Shunqar Tekinni o'ldirdi. Buningdan norozi bo'lgan Qari Buluq otliq tarqan, ya'ni vazir, Xo Tekinga qarshi isyon ko'tardi. Qari Buluq cho'l turklarga murojaat qilib, ulardan harbiy yordam so'radi. Cho'l turklari Tangri tog'larining kungay taraflarida yashaydi. Ular Cho'mul va Chigil qatorliq ikki qabilaga bo'linadi. Cho'mullar hozirgi Urumchining sharqidan tortib Qumulgacha bo'lgan joylarda yashaydi. Chigillar bo'lsa Urumchining g'arbidan tortib Manasning g'arbigacha bo'lgan joylarda yashaydi. Qadimki chog'dagi Jungo tarixchilari cho'l turklari yashagan joylarning cho'l dalalaridan iborat ekanligini nazarda tutib, ularni cho'l turklari deb atagan. Ya'ni cho'l turklari degan nom ana shuningdan kelib chiqqan. Turk sabablarga ko'ra keyingi vaqtlarda Chigillar g'arbga siljib, Yetsu, Talas vodilariga berib makonlashgan. Chumullar bo'lsa, miladining 790-yili hozirgi Jimsar atroflaridan ko'chib, Gansodagi Wuwei, Ningshadagi Lingwu degan joylarga yo'tkilib, Tang sulosiga yaqinlagan edi. Tang sulosi ularning xonlariga Li familiyasini bergan. Mana shu cho'l turklari Jungo territoriyasi, ya'ni Huanghe va Changjang vodisidagi bir qism joylarda, ya'ni keyingi Tang deb atalgan bir davlatni qurgan. Cho'l turklari qurgan bu davlat 14 yil, ya'ni 923-yillardan 936-yillar hukm surgan. Cho'l turklari keyin Xanzularga assimilyatsiya bo'lib ketgan. Miladining 893-yili cho'l turklarining harbiy yordamiga ega bo'lgan Qara Buluq bilan qağan Xo Tekin orasida urush bo'lib, urushda Xo Tekin mag'lub bo'ldi va o'zini o'ldirib oldi.
urushda g'olib bo'lgan qora buluq idizlardan kichik tekin otliq shahzodasini qog'onliq taxtiga chiqardi va yog'loqlar qabilasidan bo'lgan bir qism tekinlarni nazarband qildi. Qara buluqning qilmishidan norozi bo'lgan harbiy tarqon, ya'ni harbiy vazir, quluq bağan, ya'ni yog'loqlar qabilasidan qog'onliq taxtini tortib olish ko'yga tushdi. Dal shu chaqda Uyg'ur qog'onligi territoriyasida tabiiy ofat paydo bo'lib, ya'ni o'lmak ustiga tepmak degandek ish bo'ldi. Xalq og'ir ahvolda qoldi. Koni Tang yilnomasi Uyg'urlar haqida qisadagi xotirlarga asoslanganda milodining 839-yili Uyg'ur qog'onligining yayloqlariga nihoyat qalin qor tushib, qattiq judum bo'lib, nurg'un ot, kala va ushoq mollar muzlab o'ldi. Uning ustiga elda vabo kesili tarqalib, nurg'un xalq o'ldi. Yezi egilik va chorvachilik egiligi vayron bo'lib, elni ocharchilik qopladi. Xalq uy makonlardan ayrilib, sarsonlikda qoldi. Ichki urush, vabo va tabiiy ofatning zarbasida xarob bo'lgan xalq dahshatli kunlarga qoldi. Uyg'ur qog'onligi mana shundaq og'ir ahvolga duch kelganida yog'loqlar qabilasidan bo'lgan quluq baga qirg'izlardan yordam elib, qog'onliq o'rnini idizlar qo'lidan tortib olish uchun 840-yili Yansay qirg'izlarining qishiga qochdi va qog'onliqning ichki ahvolini Qirg'iz xoniga ma'lum qildi. Xeyli burunla isyon ko'tarib mustaqil bo'lib olgan qirg'izlarning xoni quluq bag'anning taklifiga jon deb qo'shilib, bu yaxshi fursatdan foydalanib, Uyg'ur urxun qog'onligini og'dirib tashlab, Qara Balg'asudagi qog'on ordusining xazinasiga to'plangan hadiy hisobsiz qimmatli boyliqlarni qo'lga tushirmoqchi bo'ldi. Qirg'iz xoni 100 ming kishilik otliq qo'shinni atlandirib, Apa boshchiligida Qara Balg'asudga yo'lga soldi. Koni Tang sulolasi qirg'izlar haqida qissa bobidagi ma'lumotlarga asoslanganda Uyg'urlarga qarindosh bo'lgan Yansay qirg'izlarining til va yeziqi Uyg'urlar bilan o'xshash bo'lib, qiyofat yaqindan chochlari qizg'uch, ko'zlari ko'k, chiroylari oq suzuk keladi ekan. Uningdan burun qirg'izlar ھۇنلارغا, turklarga va Uyg'urlarga tava bo'lib yashagan edi. Uyg'ur urxun qog'onliq davrida ko'p chog'larda Uyg'urlarga beqinib yashagan bo'lsa-mu, ammo pat-patla isyon ko'tarib turgan. Oxir 830-yillari atrofida yana isyon ko'tarib mustaqil bo'lib olgan edi. Milodining 840-yili Apa boshchiligidagi 100 ming kishilik qirg'iz otliq qo'shini Uyg'ur qog'onligining poytaxti Qara Balg'asudni besib oldi. Qirg'izlar Uyg'ur qog'oni kichik tekin bilan Qara buluqni o'ltirdi. Qog'on ordusiga o't qo'yib, kulni ko'k so'ridi. Uyg'ur qog'onligining xazinasidagi dunyo dafnini bulab taladi. Tarixda Osiyoning tarix sahnasida 2 asr qad ko'tarib turgan qudratlik Uyg'ur qog'onligi yuqorqidek ichki urush, tabiiy ofat, vabo va qirg'izlarning hujumi bilan vayron bo'ldi. Ular qirg'izlarning hujumiga bardoshlik berolmadi. Shunga Şərqi Uyğurlarning nihoyat ko'p qismi g'arb, ya'ni Tangri tog'larining shimoliy va janubiy, yana bir qismi janub, ya'ni Jungoning shimoliy qismidagi Xibey bilan Shanshining shimoliga qarab ko'chdi. Xoin qutluq bag'a qog'on bo'lish niyatigami yetolmadi. Janubga ko'chgan Uyg'urlarning taqdiri. Kona Tang sulolasi nomisining Uyg'urlar haqida qissa va Liduyu haqida qissa qatorliq bobida va uningdan boshqa munosabatlik materiallarda Janubga ko'chgan Uyg'urlar to'g'risida ma'lumot bor. Uyg'ur qog'onligi 840-yili dahshatli yo'sinda vayron bo'lganida Şərqi Uyg'urlarning nihoyat nurg'un qismi Pantekin boshchiligida g'arbga qarab ko'chgan edi. Pantekin boshchiligida g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning ko'chish yo'llari, makonlashgan joylari va ularning tarixda o'ynagan roli to'g'risida navbat kelganda to'xtalamiz. Janubga ko'chgan Uyg'urlarning oldingi qismi milodining 840-yillari 8-oylarda Hormuz Tekin boshchiligida hozirgi ichki Mong'oliyaning Datong shahri atrofiga yetib keldi. Ularning nihoyat ko'p qismi bo'lsa, milodining 841-yili ati yozda Xibey, Shanshi o'lkalarining shimoliga yaqinlab keldi. Uyg'urlarning janubga ko'chgan qismiga Idiz uyga qolgan boshchilik qilgan edi. Uyg'urlar poytaxt Qara Balg'asud qo'ldan ketgandan keyin uyga tekinni qolgan qilib ko'tirgan edi.
Ögü qağan Uyg'urlarni halokatdan qutuldirib, qağanlıqni asli keltirmoqchi bo'ldi. U bu niyatni amalga oshirishda Tang sulolasidan harbiy yordam olmoqchi bo'ldi. U 11 tekin, ya'ni shahzoda, 8 tarqon, ya'ni tashqi ishlar tarqoni va ichki ishlar tarqonimi buning ishida. 2 bika, ya'ni o'z bikasi va singlisi, 10 nafar sang'unni elib, Qara Balg'asonga yaqin joylarda yashaydigan 13 qabilani boshlab janubga kelgan edi. Ögü qağan el ögəsi unvanida atiladigan bosh vazirining yetakchiligida Tang sulolasining poytaxti Chang'anga elchilar o'mik avatdi. Uyg'ur elchilari Ögü qağanning topshirig'i bo'yicha Uyg'ur qağanligini asli keltirish uchun Tang sulolasidan harbiy va iqtisodiy yordam so'radi. Jungoning podshohi Tang Wuzong, ya'ni 841-yillardan 846-yillari Ögü qağanning taklifini rad qildi. Faqat vazir Liduyu ching turib olganlikdan u Uyg'urlarga oziq-tulik yordam qilishga ma'qul bo'ldi. Bu yordamni tarixdan beri to'lab tugatilmagan ot savdosidagi qarzi hisobiga beradigan bo'ldi. El o'gasi boshchiligidagi elchilar Chang'andan umidsizlangan holda qaytdi. Bu qatim Uyg'urlarning beshiga og'ir kun tushdi. Tang sulolasi qog'onligini asli keltirishga cho'qim harbiy yordam berdi deb ishongan edi. Chunki Uyg'urlar milodining 756-yilidan 762-yilgacha davom qilgan o'nglik so'ygim isyonini bostirib berib Tang sulolasining uzil-kesil halok bo'lishdan qutuldirib qolgan. Ayni chog'da Jungoga nurg'un harbiy yordam bergan edi. Tang sulolasi bo'lsa, vafosizlik qilib, cho'tni boshqacha so'qib, Ögü qağanning taklifini rad qildi. Natijada Uyg'urlarga nisbatan, ya'ni ishangan tog'da kiyik yatmabdi degandek bir ish bo'ldi. Ögü qağan boshchiligida janubga ko'chgan Uyg'urlarning soni 300 mingdan kam emas edi. Ularni oziq-tulik, kiyim-kechak, turalg'u joy bilan ta'minlash nihoyat qiyin masala edi. Tang sulolasi 841-yili 12-oyda Uyg'urlarga ot uchun to'laydigan qarzlari hisobiga 20 ming xo ashliq berdi. Shuni aytish kerakki, shu chaqning o'zidimi Tang sulolasining Uyg'urlarga to'laydigan qarzi unchavala ozmi emas edi. Ögü qağan boshchiligida janubga ko'chgan Uyg'urlar har jihatdan og'ir ahvolda qoldi. Uning ustiga milodining 841-yili Ögü qağanga bo'ysunmagan Hurmuz tekin 3 qabilani boshlab ketib, Tang sulolasiga taslim bo'ldi. Tang Wuzong Hurmuz tekin qatorliq Uyg'ur shahzodalarga Li familiyasi asosida tovandikicha ismlarni qo'ydi. Hurmuz tekin, ya'ni Li Sijung, Arochi, ya'ni Li Sijin, Saruchur, ya'ni Li Sixuy, Ayavir, ya'ni Tarqon, Li Hongshun. Öz ilidan va öz xalqidan yuz o'rgan bu xoinlarning qilmishiga chidamagan Ögü qağan milodining 842-yili Tang sulolasidan ularni qaytarib berishni talab qildi. Lekin Tang Wuzong qağanning taklifini rad qildi. Ögü qağan Hurmuz tekin boshliq xoinlarni qattiq jazolamoqchi bo'lgan edi. Buningdan boshqa, janubga ko'chgan Uyg'urlarning ichidagi shahzodalardan Nailchur tekinmo Ögü qağanga bo'ysunmay o'zaro urushning kelib chiqishiga sababchi bo'lgan edi. Ögü qağan Nailchur tekinga hujum qilib uni o'ldirdi. Janubga ko'chgan Uyg'urlar turmush jihatdan nihoyat qiynalib ketganligidan Tang sulolasiga taslim bo'lganlarning chorvalarini bulab ketdi. Dal shu chaqda shimol tarafdan qirg'izlar hujum qildi. Janub tarafdan bo'lsa Tang sulolasining Xibi, Sanshi o'lkalarining chegara mudofaasida turgan qo'shinlarining qo'mondoni Liukudi va Jangjunvular hujum qildi. Qirg'izlar 821-yili Uyg'ur qağanға yatliq bo'lgan Malika Tayxuni Chang'anga uzitib ketayotganida Ögü qağan uni qirg'izlardan elib qolgan edi. Malika o'z roziligi bilan qolganmi yoki Ögü qağanға yuz kelolmay ma'qul bo'lganmi? Ishqilib Ögü qağanning qishida qolgan edi. 843-yili Liukuy Ögü qağanға hujum qilganida Malika Tayxuni aketdi. Milodining 846-yili Ögü qağanni uning tarqoni mayin o'ldirdi. İnan tekin, ya'ni Ögü qağanning ufqisi qağan bo'ldi. Lekin İnan qağanning taqdirimi qo'rqinchli bir xavf ostida qoldi. U Uyg'ur qağanligiga beqingan shuriylar orasiga borgan edi.
Şiroylar onu düşmanlarga tutib bermoqchi bo'ldi. Bu chaqda janubga ko'chgan 300 ming Uyg'urdan ichki urush, düşmanlarning shimoldan va janubdan qilgan hujumlari va ocharchilik qatorliq sabablar natijasida orolda 500 kishi qolgan edi. Janubga ko'chgan Uyg'urlarning bir qismi, ya'ni bir necha 10 ming kishi Tang sulosiga taslim bo'lgan bo'lsa, yana bir qismini qirg'izlar asir qilib aketgan edi. İnan qolgan mana shundaq ig'ir ahvol ostida Shiroylar orasiga borgan edi. U Shiroylarning o'zining Tang sulosiga tutib berish niyatini bayqab qolgandan keyin Bekas Qarlu, o'g'li Do'sttekin qatorliq 9 kishini ilib kechasi xufiyona holda Shiroylar orasidan chiqib g'arbga yurib ketdi. Tarixiy xotirlarda İnan qolganning keyingi taqdirining qandoq bo'lganligi haqida aniq bir ma'lumot yo'q. Ba'zi tarixlarda İnan qolganning O'rta Osiyodagi Samarqandga borganligi aytiladi. Övgü qolgan boshchiligida janubga ko'chgan Uyg'urlarning qolganlikni asliga keltirish umidining amalga oshmaganligi va o'zlarining tamoman vayron bo'lganligida asosli ikki sabab bor. Uning biri janubga ko'chgan Uyg'urlar ittifoqlashmay o'zaro urushdi. Bir qismi xoinlarga agishib Tang sulosiga taslim bo'lib, ularning kuchini bilib etdi. Mana mushu sabab intayin yomon rol o'ynadi. Yana biri Tang sulosi o'g'i qolganning taklifini rad qilib, ularga harbiy jihatdan yordam bermadi. Uyg'ur qolganligining o'z vaqtida Tang sulosiga qilgan harbiy yordamiga vafosizlik qildi. Agar Uyg'urlar og'ir holda qolganida obdan ittifoqlashgan bo'lsa, Tang sulosi ularga harbiy jihatdan yordam bergan bo'lsa, ular kuch to'plab qirg'izlarga hujum qilib, Uyg'ur qolganligini asliga keltirgan va o'zlari tamoman yo'qolmagan bo'ladi. Pantekin boshchiligida g'arb ko'chgan Uyg'urlar o'zaro urushib, bir-birini qirmidi. Ular amal qilib hayot qilishni, darmon yig'ib kuch to'plashni, andin qolganlikni asliga keltirishni niyat qilgan edi. Shunga ularning bir qismi Beshbaliq, Qara shahar, Kucha atroflariga kelib, shu yerdagi qarindoshlari bilan qo'shildi. Yana bir qismi bo'lsa, Kangsuga ko'chib berib, Kangsu Uyg'ur xonligi, ya'ni 870-yillardan 1125-yillar Uyg'ur İdiqut xonligi qatorliq davlatlarni qurdi. Uyg'urlarning nihoyat jangovar qabilasi hisoblangan yag'milar bo'lsa, g'arbga siljib, Uyg'ur Qaraxoniylar davlatini qurishda boshlamchilik qildi.